Men senga najot yo'lini ko'rsataman. Barsisa, iltimos, nima bo'lsa ham ayting. Meni bu yerdan olib chiqing. Shunda shayton deydi: Menga sajda qilsang, seni qutqaraman. Barsisa shaytonga sajda qiladi va shayton aytadi: Rahmat senga. Seni tanishim yaxshi bo'ldi. Assalomu alaykum deb juftakni rostlaydi. Keyin esa Barsisa xoshga osiladi va o'ldiriladi. Uning hayotidagi oxirgi amali nima bo'ldi? Shirk, kufrning eng yuqori darajasi. Lekin qanday qilib? Eng yuqori darajadagi xatoga olib borgan yo'l qayerdan boshlandi? Bitta eshikni ochishdan. Barsisa uni kim uchun ochgandi? Alloh roziligi uchun. Lekin natijani ko'ring. Qayerga olib bordi?